Salom bilimdonlar. Bugun sizni kichkina tajriba o'tkazishga taklif qilaman. Mana bu olmani ko'ryapsizmi? Sizningcha uning massasi qancha? Endi esa mana bunga qarang. Bu yuk mashinasining yuk massasi haqida nima deyish mumkin? Bir chimdim tuz bilan bir qop guruchning massasi bir xil o'lchov birligida o'lchasak bo'ladimi? Nega ayrim narsalarni gram bilan, boshqalarni esa kilogram bilan o'lchaymiz? Bugun biz mana shu massaga oid bilimlarni egallaymiz. Qanunda boshladik. Bolajonlar, siz massa degan so'zni eshitganmisiz? Massa bilan buyumlarning qanchalik og'ir yoki yengil ekanligini bilish mumkin. Masalan, bitta pomidorni qo'limizga olsak, u yengil, to'g'rimi? Lekin bir qop kartoshkani ko'tarish ancha og'ir. Demak, ularning massasi har xil. Massani tarozi yordamida o'lchaymiz. Lekin hamma narsani bir xil o'lchov birlikda o'lchay olmaymiz. Pomidorni bozorda qanday sotib olamiz? Kilogramlarda. Masalan, 2 kilogram pomidor, 3 kilogram pomidor. Endi mana bunga qarang. Tuzni 5 kilogram qilib sotib ola olamizmi? Yo'q. Ko'pincha 500 gram yoki 1 kilogram qilib olamiz. Demak, tuz kabi yengilroq mahsulotlar gram bilan ham o'lchanadi. Endi yuk mashinasiga qaraymiz. Sizningcha uning yukini gramda o'lchash qulay bo'ladimi? Yo'q, albatta. Chunki uning yuki juda og'ir. Shuning uchun bunday yuklar kilogram, hatto tonna bilan ham o'lchanadi. Keling, kichkina o'yin o'ynaymiz. Men buyumlarni aytaman, siz esa uning massasi qanday o'lchov birlikda o'lchanishini topishga harakat qiling. Bir dona uzuk grammi yoki kilogrammi? Gramda o'lchanadi. Bir qop unchi, to'g'ri, kilogramda. Bir dona konfet gramda o'lchanadi. Ajoyib. Siz massa o'lchov birliklarini juda yaxshi farqlay boshladingiz. Demak, massani o'lchash uchun gram, kilogram va hatto tonna ishlatiladi. Qaysi o'lchov birlikni tanlash esa buyumning og'ir yoki yengilligiga bog'liq. Lekin bozordagi sotuvchi pomidorning 2 kilogram ekanini qanday biladi? Yoki qovoqning 9 kilogram ekanini qanday aniqlaydi? Buning uchun unga eng ishonchli yordamchi kerak. Bu yordamchi tarozi. Endi biz ham haqiqiy matematik izlanuvchilarga aylanamiz. Taroziga qarab hech kim aytmagan massani topishga harakat qilamiz. Mana bu taroziga qarang. Bu pallada qovoq turibdi. Ikkinchi pallada esa 3 kilogram, 5 kilogram va 1 kilogram toshlar turibdi. Sizningcha qovoq necha kilogram? Topdingizmi? Keling, birgalikda tekshiramiz. 3 kilogram, yana 5 kilogram va yana 1 kilogram. Hammasini qo'shamiz. 3 qo'shilgan 5 qo'shilgan 1 teng 9. Demak, qovoqning massasi 9 kilogram ekan. Juda ham oson ekan. Endi haqiqiy detektiv masalani yechamiz. Tarozining bir pallasida 5 ta bir xil quti bor. Ikkinchi pallasida esa 8 kilogram shakar va bitta shunday quti ham turibdi. Ekranga qarang, tarozi muvozanatda. Demak, ikkala pallaning massasi teng. Savol tug'iladi. Bitta quti necha kilogram? Keling, avval o'ylab ko'ring. Endi birgalikda yechamiz. Chap tomonda 5 ta quti, o'ng tomonda esa 8 kilogram va bitta quti ham bor. Agar ikkala tomondan bittadan qutini olib tashlasak, nima qoladi? Chap tomonda 4 ta quti, o'ng tomonda esa 8 kilogram shakar. Demak, 4 ta qutining massasi 8 kilogram ekan. Endi 8 ni 4 ga teng taqsimlaymiz. Biz tarozidagi mahsulotlarning massasini topishni o'rgandik. Lekin matematiklar faqat hisoblash bilan cheklanib qolmaydi. Ular massalarni taqqoslay ham oladi. Qaysi massa katta, qaysi biri kichik? Keling, endi buni ham birgalikda o'rganamiz. Ekranga qarang. 51 kilogram va 58 kilogram. Sizningcha qaysi massa og'irroq yoki qaysi massa yengilroq?
51 soni 58 dan kichik. Bundan 51 kilogramm 58 kilogrammdan yengilroq ekani kelib chiqadi. Demak, 51 kilogramm 58 kilogrammdan kichik. Ular orasida kichik belgisini qo'yamiz. Endi ikkinchi misolga o'tamiz. 94 gramm va 49 gramm. Qaysi biri og'irroq? Shoshilmang. Avval sonlarni taqqoslaymiz. 94 kattaroq son. 49 esa 94 dan kichik. Shuning uchun 94 gramm 49 grammdan og'ir bo'ladi. Bunda katta belgisini qo'yamiz. Massalarni taqqoslashni ham o'rgandik. Endi esa jadval bilan ishlashni mashq qilamiz. Jadval bizga ma'lumotlarni tartibli yozishga yordam beradi. Jadvalga diqqat bilan qarang. Unda 3 ta ustun bor. Birinchi ustun bor edi ustuni bo'lib, bunda mahsulotning avval qancha bo'lgani yoziladi. Ikkinchi ustun ishlatildi ustuni bo'lib, bunda mahsulotdan qancha ishlatilgani yoziladi. Uchinchi ustun esa qoldi ustuni. Bu yerda ishlatilgandan keyin qancha qolgani yoziladi. Demak, masalani yechishdan oldin jadvalni to'g'ri o'qish juda muhim. Keling, birinchi qatordagi masalani birgalikda yechamiz. 50 kilogramm kartoshka bor edi, undan 18 kilogrammi ishlatildi. Savol: necha kilogramm kartoshka qoldi? Javobni darhol aytmang. Avval o'ylab ko'ring. Topdingizmi? Keling, tekshiramiz. Dastlab 50 kilogramm kartoshka bor edi, undan 18 kilogrammi ishlatildi. Ishlatildi degani kamaydi degani. Demak, ayirish amalini ishlatamiz. 50 dan 18 ni ayiramiz, natija 32. Demak, 32 kilogramm kartoshka qoldi. Juda yaxshi. Endi jadvalning qolgan qatorini ham o'zingiz bajarishga harakat qiling. Siz uchun kichik maslahat beraman. Agar jadvaldagi qoldi ustuni noma'lum bo'lsa, ayirish amalini bajaring. Agar bor edi ustuni noma'lum bo'lsa, qo'shish amalini bajaring. Shuning uchun jadvallardagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'qish juda muhim. Ba'zan esa masala jadval bilan emas, sxema yordamida ham beriladi. Sxema masalani yanada tushunarli qiladi. Keling, bitta sxema bilan berilgan masalani birgalikda yechamiz. Sxemaga qarang. Bolalar bog'dan 35 kilogramm nok terishgan. Ular nokdan 5 kilogramm kam shaftoli ham terishgan. Biz bolalarning bog'dan jami qancha meva terganligini topishligimiz kerak. Dastlab bog'dan qancha shaftoli terilganini topamiz. Shaftolining massasini topish uchun nima qilamiz? To'g'ri, 35 dan 5 ni ayiramiz. Ayirma 30 bo'ladi. Endi bog'dan 30 kilogramm shaftoli terilganligini bilamiz. Bog'dan jami necha kilogramm meva terilganligini topishligimiz kerak. Terilgan nok va shaftolining massalarini qo'shamiz. 35 ga 30 ni qo'shamiz. 65 bo'ladi. Demak, bolalar jami 65 kilogramm meva terishgan ekan. Qarang, sxema masalani tushunishga qanday yordam beradi? Sxema masalani ko'z oldimizga keltirishga yordam beradi. Shuning uchun yechimlarni topish ham osonlashadi. Keling, endi bolalarning masalalarini birgalikda topamiz. 4 nafar do'stning ismlari Madina, Sanjar, Umar va Zaynab. Ekrandagi ma'lumotlar asosida bolalarning massasini topamiz va berilgan savollarga javob beramiz. Madinaning massasi 36 kilogramm. Sanjar esa Madinadan 9 kilogramm og'ir. Savol: Sanjarning massasi qancha? Avval o'zingiz topishga harakat qiling. Sanjarning massasini topish uchun 36 ga 9 ni qo'shamiz. Natijada 45 hosil bo'ladi. Demak, Sanjarning massasi 45 kilogramm. Keyingi savolga o'tamiz. Zaynab Madinadan 9 kilogramm yengil.
Zaynab necha kilogramm edi? Zaynabning massasini topish uchun 36 dan 9 ni ayiramiz. Ayirma 27 bo'ladi. Demak, Zaynabning massasi 27 kilogramm ekan. Endi qiziq savolga o'tamiz. Umar bilan Zaynabning massasi Madina bilan Sanjarning birgalikdagi massasiga teng. Umarning massasini toping. Siz Umarning massasini qanday topasiz? Avval Madina bilan Sanjarning massalarini qo'shamiz. 36 qo'shilgan 45 teng 81. Shartga ko'ra Umar va Zaynab ham birgalikda 81 kilogramm bo'ladi. Biz Zaynabning massasini bilamiz. 27 kilogramm. Unda Umarning massasi qancha? Buning uchun 81 dan 27 ni ayiramiz. 81 ayrilgan 27 54. Demak, Umarning massasi 54 kilogramm ekan. Siz bu javobni bizdan oldin topa oldingizmi? Qoyil. Barakalla bilimdonlar. Bugun biz juda ko'p yangi narsalarni o'rgandik. Massa nima ekanini bilib oldik. Gram va kilogramm qachon ishlatilishligini o'rgandik. Tarozi yordamida noma'lum massani topdik. Massalarni taqqosladik. Jadval va sxema asosida masalalar tuzdik va ularni yechdik. Hayotiy vaziyatlarda ham matematikadan foydalanishda mashq qildik. Endi sizga kichkina topshiriq. Oshxonaga boring. U yerdan gram bilan o'lchanadigan 3 ta mahsulotni, kilogramm bilan o'lchanadigan 3 ta mahsulotni toping. Ularni ota-onangiz bilan birgalikda yozib chiqing. Keyingi darsda sizni yanada yangi matematik sarguzashtlar kutmoqda. Ko'rishguncha xayr bilimdonlar.